hozir ham tadbirkorlar bilan uchrashganda, gaplashganimda marketing ishlamaydi deyishadi. Marketing mana agentstvani chaqiruvdi yo marketologga chaqiruvdi. Bizga rezultat bermadi deb salbiy natijalarga kelindi deb o'zligini ichki bo'llarini aytishadi. No, degan qanaqa masala qo'yilgan, nimalarni yetish kerak edi marketolog deganda tadbirkor ham tayinda javob etolmaydi yoki bu marketolog yo marketing agentstva o'zini qanaqa rezultatlarga olib kelaman, qaysi KPIlarga ishlayman degan sifralarni ko'rsatib bermasa kerak. O'shaning uchun mana shunaqa salbiy natijaga kelinadi. O'shaning uchun shu masalalar ko'tarilmasligi uchun oldindan tayyorgarchilik qilib, chaqirgan paytda ham marketing agentstvami yo marketologlarni qilgan ishlarini, oldingi qaysi tashkilotlar bilan ishlaganmi yoki odamlar bilan ishlaganmi, shuni qo'ng'iroq qilib bilib olish kerak, lekin davom ettirish kerak. Bizda oson yo'li arzonroq bo'lsa bo'ldi. O'shanga qarab rezultat ham shunaqa bo'lyapti. Agarda shunaqa masalalar tug'ilayotgan bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Pastki havoladan o'tib, sizlarni kerakli natijaga olib chiqishga harakat qilamiz.